Hello YouTube arkadaşlar, ben o'sha do'stlar, Hiko do'stlar. O'sha men esa do'stlar, bugun esa do'stlar Ender Dragon bilan jang qilamiz. Xullas, bugun esa Ender Dragon bilan jang qilsak, qay birimiz yutishini ko'ramiz. Birinchidan hozir kerak bo'ladigan narsalar. Birinchi, hozir ko'rsatib o'taman. Bizga hozir birinchidan taxta kerak. Ham biz rivojlanib ketish uchun temir va boshqa narsalarni olishimiz kerak va nesiga surib olish kerak. Bu videoni kamroq qilishimiz kerak, qisqaroqmi yo normal o'rtacha qilishimiz kerak. Va kanalga obuna bo'lish va like bosish esdan chiqmasin. Sizlardan do'stlar nima ketdi? Do'stlar, men challenge uyushtirmoqchiman. Nimadan desangiz uchun challenge mart oyining boshlarigacha hozirdan boshlaydi. Masalan, bittasining obuna bo'ladi. O'sha obuna bo'lgan odam kommentariyaga kirib, men obuna bo'ldim deb yozib, so'ng esa obuna bo'lgan odamni men profilindagi suratini Minecraftda mana bunday qilib yasayman do'stlar. So'ng esa sizlarga ko'rsataman. Obuna bu birinchidan do'stlar obuna bo'linglar. So'ng men shuni qilaman. Hozir resurslar toplaymiz va konga tushamiz. Xo'sh, dragonni yo'q qilish uchun bu narsalar juda ham kerak bo'ladi. Xo'sh. Hozir do'stlar, tosh olgandan so'ng videoni yoqaman. Va mana do'stlar, hozir yana biroz buncha kerak bo'ladi. Mana shuncha narsani oldik. Tog'ni ham mana shuncha yemirdik. Endi esa ketdi 59 ta tosh va bizda taxta. Xo'sh, bitta qahor va taxtalarni bir-biridan ketadi. Xo'sh, mana bu yerdan buzamiz va taxtalarni kanalga obuna bo'lib, like bosinglar do'stlar. Kanalga obuna bo'lib, like bosinglar do'stlar. Hamma narsani qishloqda qilaveramiz do'stlar. Hozir savdo sotiq qilaman. Savdo sotiq qilish kerak. Hozir videoni yoqaman do'stlar. Endi do'stlar, ham chopdim. Endi esa ovqat masalasi boshladi. Kerak. Endi esa konga tushib temirlarni olib kelamiz. Ketdi. Videoni do'stlar shu joyda kesaman do'stlar. Bo'lmasa
juda zerikarli do'stlar. Temir qopqoni mana u yerda bitta temir. Hozir do'stlar videoni yoqaman. Do'stlar, kondan temir olaman deb temirlarda o'lib keldim yana bir marta. Endi esa olmos topib oldim. Hozir esa bu olmoslarni bitta pachlim mana bu so'ngda qilich tapor bo'laveradi. So'ng bitta kiyimga rangalari jangda kiyamiz. Qani kiyib ko'raylikchi. Voy, chotki turdi. Va jitillardan bu 34 ta olmosni jitillarni savdo sotiq qilamiz. Ketdi. Men senga nima berasan? O'q va boshqa narsalar ber, jangor narsalar ber menga. Senga Stop. Qotopdi. Ke. Tutmay. Yerdan tajdir bor. Almazlar. Do'stlar, savdo sotiqqa boshimiz. Do'stlar, jitillardan mana shuncha narsa oldi. Endi esa bu tapori toshni. Endi jangovar narsalar olamiz. Mana. Va bitta kamon. Ketdi. Jitillar mana bu tagidan qo'sh. Bu bo'lib ketdi. Mana. Qani edi? Endi esa do'stlar tayyorlanish uchun ketdi. Qolganda esa bratishkalar bilan jang qilmasam bo'ldi. Ketdi. Do'stlar, ketdi jangga. Из поколения мужчин, выращенных женщинами. Поможет ли другая женщина в решении наших проблем?
Endi o'lasan, endi o'lasan. Kanalga obuna olishni, obuna olib, like bosishni esdan chiqmasin. Dragonchani o'ldirdik. Endi esa ko'zlab o'tvoramiz va Dragonni o'ldirdik. Do'stlar, endi kanalga obuna olib, like bosinglar. Davay. Kanalga obuna olib, like